Rus tilida ham kino ko'rib, ham matn yodlab, baribir razgovorga erisha olmayapsizmi? Demak, siz o'zi o'rganuvchilar kabi metodni emas, aynan xatoni takrorlayapsiz. Razgovorni yaxshilash uchun harakat qilib, lekin baribir o'zi umuman natijadan uzoqlashyapsiz. Rus tilini o'rganishning eng mashhur metodlari bor va biz siz bilan bugun ulardagi xatolarni va u xatolarni oldini olishni, metodni to'g'ri qo'llashni birgalikda o'rganib olamiz. Hammaga assalomu alaykum. Men ismim Mo'minova Asal Muxtarovna. 6 yillik tajribaga ega rus tili ustoziman. Bugungi kunga qadar 3000 dan ortiq o'quvchilarim rus tilini aynan 0 dan razgovorgacha o'rgana olishdi. Faoliyatim davomida o'quvchilarim ortiqcha stresslarsiz, keraksiz grammatik mavzularsiz, xotirjam va to'g'ri, eng muhimi samarali metodlar orqali rus tilida razgovorga erisha olishdi. Va bugun jamiki yig'gan tajribam asosida siz nega hali ham o'sha mashhur metodlarni qo'llab razgovorga erisha olmayotganingiz, qayerda va qanday xatolar qilayotganingiz va ularni to'g'ri yechimlarini dars davomida berib o'taman. Demak, aziz o'quvchilar, biz darsligimizni boshladik. Bugungi kunda 21-asr zamon taraqqiyoti rus tilini o'zi umuman chet tillarini o'rganishni, qanaqadir bilim, ko'nikmalarni o'rganishni turli metodlari, texnikalari, har xil hattoki vositalari ham chiqib ketgan. Va lekin nega shunaqa taraqqiyotda, shunaqa interaktivniy metodlar hamma joyda juda ham ko'p holatida ham baribir insonlar asosiy maqsadga, ya'ni razgovorga, o'sha ko'nikmani o'rganishga natijaga erisha olmayapti. Buni sabablari juda ham oddiy. Sababi mana shu metodlarni hammasini asosi bitta, ya'ni harakat qilishida birinchi o'rinda va undan keyin esa polностью metodlarni to'g'ri qo'llash kerak. Metod bor va uni faqatgina определенный bir qismini qo'llashni biz hozirgi kunda ko'ramiz. Lekin uni samara berish uchun mana bu punktlarni bajarish kerak degan joyda e'tiborimiz biroz sustlashadi. O'sha стальной metodlarni ko'rib chiqamiz va ularni xatolarini polностью bugun bartaraf qilamiz. O'zi asosan hamma juda ham ko'p o'qituvchilar ham, juda ham ko'p o'quvchilar ham rus tilida film ko'rsam samarasini beradi. Ko'proq kino ko'rish kerak. Ko'proq kino ko'rsa, subtitrlarini o'qisa, unda effektivность oshadi deyshadi. Va o'zi bu narsaga juda sodda qarashadi. Ko'proq kino ko'r deyshadi. Lekin kino ko'rish o'zi umuman nimaga olib keladi? Qanaqa samarasi bor? Nimada yordam beradi degan savolga hech kim javob bermaydi. Sababi umumiy hisobda ularni tasavvurida va sizni ham tasavvuringizda o'zi umuman siz filmni ko'rasiz, notanish so'zlarni uchratasiz va ularni eslab qolasiz. Yoki filmni ko'rasiz, aktyorlar gapiraveradi, sizni avtomatik tarzda xayolingizda mana shu narsa qoladi deb o'ylaysiz. Lekin buni hammasi aslida mif hisoblanadi, chunki bittada sizni xayolingizda bunaqa darajada ko'p ma'lumot saqlanib qolishi o'zi nereal holat deb bilaman. Va aynan shuning uchun biz bugun o'sha afsonaviy metodlardan biri, afsonaviy deganda polностью misol aytmoqchimanki, hamma joyda tillarda doston bo'lgan metodni asosiy xatolarini ko'ramiz. Keling, eng asosiy birinchi faktorga to'xtalamiz. Birinchi savolim sizga nimadan iborat bo'ladi? O'zi umuman film tomosha qilishni qaysi jarayonida filmni ko'ra turib siz razgovoringizni oshiryapsiz? Javob bitta, hech qaysi jarayonda. Filmni ko'rib o'zi umuman siz faqat va faqat ko'zingizni quvontirasiz. Ya'ni zo'r film ko'rasiz, kayfiyatingiz oshadi, yaxshi qanaqadir deylik, ssenariy, syujetli filmni o'zingizga tanlaganingizdan xursand bo'lasiz. Lekin film ko'rishda sizni tilingiz mutlaqo ishtirok etmaydi. Aynan til nomi bilan unda gapirish kerak va bu jarayonda siz shunchaki o'sha o'zingizni qanaqadir удовольствиеңiz uchun film tomosha qilgan bo'lasiz. Buning uchun nimalar qilish kerak? Nimalarni oldini olish kerak? Birinchi o'rinda qachon film ko'rish real natijaga olib keladi? Eslab qoling, birinchi o'rinda siz darajangizga mos keladigan film tanlaganingizda. Bu narsani tushuntirib o'taman. Siz o'zi endi o'rganayotgan rus tilini hali bazaviy bilimga ega o'quvchisiz va shu narsani siz unutmasligingiz kerak. O'zi umuman tasavvur qiling, siz endi o'rganayotgan insonsiz va sizga film ko'rish kerak deyishganda shartta oldingizda meditsinskaya tematikada qanaqadir film ko'rishni boshladingiz. Endi siz u yerdagi filmdagi o'zi umuman kasalliklar, alomatlari va qanaqadir meditsinskiy atamalar, terminlar haqida vrachlar gapirib yotibdi, siz uni tushunmaysiz. Uni oddiy odamlar ham ko'pincha holatda
tushunmaydi. Agar filmni tomosha qilmasa, patsiyentni holatini ko'rmasa, hech kim uni deyarli tushunmaydi. Nima bo'layotganini aortada, nima bo'layotganini yurakda. Filmdagi iboralarni tushunmaganingiz oqibatida shuncha paytdan beri rus tilini o'rganyapman, lekin haligacha mana bu filmni 6%ni, 20%ni o'zi umuman tushundim. Ustoz nimaga unaqa deb kelishadi. Sababi siz o'zingiz uchun endi o'rganayotgan inson uchun mutlaqo noto'g'ri film tanlab qo'ygansiz. Yoki bo'lmasam boshqa misol keltiraman. Военная tematikada, mana misol deylik, pulya, mina degan gaplarni juda ham ko'p ishlatishadi. Qanaqadir politiskiy yoki bo'lmasam o'zi umuman geografik atamalarni ko'p ishlatishadi va o'sha holatlarda ham o'quvchilar men hech nimani tushunmadim deyshadi. Albatta tushunishmaydi. Sababi uni o'zi oddiy insonni o'zi ona tilida tushunishi qiyin va bu albatta rus tilida juda ham murakkab bo'ladi. Birinchi film tanlayotganingizda nimaga e'tibor bering? Albatta to'g'ri, syujet bu безоговорочный narsa. Lekin filmdagi o'zi umuman gaplar, iboralar, ularni talaffuzi, agar filmda action juda ham ko'p bo'ladigan bo'lsa, u yerdagi qahramonlar juda ham tez gapiradigan bo'lsa, bu sizni prosta stressga загонять qilib qo'yadi. Ya'ni siz hech nimani tushunmadim deb ozgina раздражительный bo'lib qolasiz. Ya'ni ozgina asabiylashasiz hech nimani tushunmaganingizdan. Bekorga yoki kayfiyatingizni ko'tarib qanaqadir melodrama ko'rasiz yoki bo'lmasam qanaqadir boyevik ko'rib o'zingizni asabiylashtirasiz. В конечном счете sizga film ko'rganingiz hech qanaqa samara olib kelmaydi. Siz hattoki elementar u yerdagi tushunmagan iborangizni pauza qilib, yozib olib tarjimondan ham foydalanmaysiz. Siz filmga kirib ketasiz. Aynan shuning uchun film tanlayotganda birinchi o'rinda o'zingizni o'rganayotgan darajangizga mos bo'lsin. To'g'ri, ideal unaqa filmni o'zi yo'q, lekin ba'zi filmlar bor. Iboralari более-менее xotirjamroq. Aktyorlar ana juda ham actionda tez yoki bo'lmasam baland ovozda tushunarsiz slenglar bilan gapirmaydigan filmlar bor. Aynan shunaqa filmlarni tanlang. Shunchaki o'zingizni kayfiyatingiz uchun yaxshi ko'rgan filmimni rus tilida ko'raman degan qarorni qabul qilmang. Sababi bu narsa sizga hech qanaqa samara olib kelmaydi. Ikkinchi holatni o'zi umuman ko'rib chiqamiz. Filmni shunchaki boya aytganimdek ko'zni quvontirish uchun ko'rmaslik kerak. Ya'ni bu holatda nimalar bo'ladi deydigan bo'lsangiz, keling birgalikda ko'rib chiqamiz. O'quvchilar filmni ko'rishadi. Men bugun rus tilida film ko'rdim deb xursand bo'lishadi. O'zi umuman vaqtini o'quvchilar yo'qotib qo'yganini sezmay ham qolishadi. Sababi ular shunchaki filmni ko'rishdi, men bugun rus tilida o'zim uchun bitta foydali film ko'rdim deyshadi. Lekin aynan shu vaqtni film ko'rishni samarali o'tkazish ham mumkin. Ya'ni tilni oshirish uchun, razgovorni oshirish uchun filmdan qanday foydalansak bo'ladi? Birinchi o'rinda so'zlar yozib olinib, yod olinadimi? Nima qilinadi? Birinchi o'rinda siz eslab qoling. Personajlar iboralarni orqasidan qaytarasizmi? Nimalar qilasiz? O'z filmni ko'rish uchun nima samara beradi? Birinchi o'rinda tepada aytganimdek, to'g'ri filmni tanlang. O'zingizning darajangizga mos bo'lgan. Ikkinchi o'rinda siz qo'ldan kelgancha qahramonlarga ta'rif berib o'ting. Misol deylik, siz polностью bazaviy bilimga egasiz, endi o'rganyapsiz, lekin siz elementar sonlarni bilasiz, elementar olmoshlarni rus tilida talaffuz qilishni bilasiz. Hatto bu qo'ldan kelgancha shu holatga ta'rif va qanaqadir tasvir bering. Mana, hurmatli o'quvchilar, hozir filmni kichkina bir qismida sizga tayyor misolni film bilan qanday ishlash kerakligini ko'rsatib o'taman. У тебя тут много друзей? Есть, но мы ссоримся часто. Ну, я избегаю сюда. Тут я хотя бы один. Я Бруно. Шмуль. Как это? Я Шмуль. Что так и зовут? Я такого имени не знаю. А я не знаю имени Бруно. Но Шмуль. Нет такого Шмуль. Я в доме живу. Близко. Demak, mana siz bilan hozir birgalikda o'sha filmni kichkinagina bir qismini ko'rib oldik. Bu qism bilan qanday ishlasa bo'ladi va nimalar qilsa bo'ladi, keling ko'rib chiqamiz. Birinchi o'rinda e'tibor bering, filmda qahramon aytayapti, "Ya Bruno" deyapti. Ya'ni o'zini tanishtiryapti. Siz esa nima qilishingiz mumkin? Qahramonni "Его зовут Bruno", ya'ni uni ismi Bruno ekan deb ovozingizni albatta chiqazib, demak, tasvir berib ko'ring, ta'rif berib ko'ring. Misol deylik, darajangiz biroz balandroq bo'ladigan bo'lsa, "Мальчика зовут Bruno", ya'ni o'sha bolakayni ismi Bruno ekan deb aytsangiz bo'ladi. Или "Героя зовут Bruno", qahramonni ismi Bruno ekan deb aytsangiz bo'ladi. Xo'p, keyingisi u aytayapti,
Я в доме живу, близко deyapti. Ya'ni men yaqin atrofdagi uyda yashayman deb aytyapti. Siz nima deyishingiz mumkin? Misol deylik, mana shuni sharhlab borib, у него есть дом, он живет близко. Ya'ni uni uyi bor va u yaqin atrofda yashaydi deb aytishingiz mumkin bo'ladi. Va o'zi umuman agarda slovar boyligingizni yana ham misol deylik oshirgan bo'lsangiz, uni bolalarni tashqi ko'rinishini tasvirlab berishingiz mumkin. Он одет в такой-то такой-то deb, ya'ni u mana bunaqa kiyim kiygan. Вот этот парень такой-то, второй герой такой-то deb polностью o'sha bolalarga ham tasvirlar berishingiz mumkin bo'ladi. Ularni xarakteristikasini berishingiz mumkin bo'ladi. Ya'ni bitta filmni shunchaki ko'rib emas, uni pauzaga qo'yib, ovozingizni chiqazib, polностью kinoni o'zingiz kommentirovat qiling. Kommentirovat qiling deganda boshida siz polностью rus tilida kommentariy bera olmaysiz, lekin хотя бы bilgan narsalaringizga kommentariy bera olasiz. Bu birinchi o'rinda siz rus tilida o'zi umuman fikrlashingizga undaydi. Siz rus tilida mustaqil holatga qarab gap tuzishingizga yordam beradi va albatta siz yodlagan passiv slovarniy zapaslaringizni aktiv slovarniy zapasga chiqarishga yordam beradi. Ya'ni o'rgangan bilimlaringizni endi amaliyotda qo'llaysiz. Demak, hurmatli o'quvchilar, film ko'rishni o'zi bu ravno stress. Siz filmni shunchaki ko'rish emas, uni doimiy polностью sharhlab borishingiz kerak bo'ladi. Ko'plar aytadi, qayerdan samarali filmlar olaman, qanaqa filmlar ko'rsam bo'ladi, nima qilsam bo'ladi deb. Hurmatli o'quvchilar, mana shu joyda aytaman. Hozirgi kunda o'sha опять-таки повторюсь, yana bir marta takrorlayman. 21-asr. GPT bor. O'zi umuman mana shu haqida foydali rubrikalar, top 5 ta film, top 10 ta film degan ma'lumotlar juda ham ko'p. Shulardan foydalaning. Doimiy o'zi ustoz bermaguncha qilmayman deb bahona qilish o'zi umuman eng nelogichniy bahonalardan biri hisoblanadi. Aynan shuning uchun mana shu metodni to'g'ri foydalanishni o'rganing. Aziz o'quvchilar, hozir sizga maxsus taklif beraman. Siz hozirgina darsni to'liq yarmigacha ko'rib, o'zingiz uchun rus tilida juda ham ko'p foydali ma'lumotlarga ega bo'ldingiz. Darsligimizni davom ettirishdan oldin sizni o'zimni yopiq Telegram kanalimga taklif etaman. Bu kanalda siz rus tilida hech qayerda uchramaydigan maxsus darsliklar, tayyor chek-listlar, qo'llanmalarni to'liq qo'lga kiritasiz va eng muhimi, hozir kanalga qo'shilish mutlaqo bepul. Birinchilardan bo'lib kanalga ulanish uchun va rus tilidagi razgovoringizni yanayam oshirish uchun hoziroq описаниедagi o'sha havola orqali o'tib oling. Biz esa darsligimizni davom ettiramiz. Endi biz yana o'sha texnikalarning xatolari ikkinchi qismiga o'tamiz. Bu yerda nima haqida gapiramiz deydigan bo'lsak, tasavvur qiling. Siz o'tiribsiz. Человек odam, ветер shamol, гость mehmon deb mana shu iboralarni takrorlayverasiz. В конечном счете sizni slovarniy zapasingiz juda ham keng, oldingizda rus tili hijolat, lekin umumiy xulosada siz baribir gapira olmayapsiz. Nimaga? Ko'plar aytishadi, ustoz juda ham ko'p slovar yodlaganman, o'sha slovardan charchab ketganman, lekin gapirib keta olmayapman baribir deyshadi va o'zi umuman siz slovarni shunchaki yodlashingiz bu miyangizni ortiqcha gap bilan перегружать qilishingiz. Har bir so'z bitta qanaqadir fayl. Tasavvur qiling, telefoningizning ichida qancha fayl bo'lsa, pamять перегружаться qilib ketadi. Sizda ham xuddi shunaqa, xayolingizda millionta so'z bor rus tilida, lekin в конечном счете ularni vaqti kelganda unutib yorasiz, gapirayotganingizda shoshilib o'sha gap xayolingizdan ko'tarilib ketadi, tilingizning uchida aylanadi, lekin umuman ularni qo'llay olmaysiz. Nimaga slovar yodlash samarasini bermaydi? Sababi siz shunchaki slovarni o'zini yodlab qo'yapsiz, lekin mohiyatdan uzoqlashyapsiz. O'zi slovarni nima uchun yodladim degan savol. Birinchi o'rinda gapirish uchun. Qachon qo'llayman uni degan savol keladi. Atrofimda hech qanaqa rus muhit yo'q deyshadi. Rus insonlar yo'q. Men uy bekasiman yoki bo'lmasam hech qachon qo'llamayman deyshadi. Lekin siz ana ideal hech qachon anaqani kutmang. Oldingizga rus odam kelib, qanaqadir sizga gapirib ketishini. Muhitni birinchi o'rinda o'zingiz qo'llashni o'rganing. Hozir sizga eng mashhur bo'lgan qoshiq texnikasini o'rgataman. Qoshiq texnikasi nima deydigan bo'lsangiz, tasavvur qiling, mana misol hozir meni qo'limda qoshiq turibdi. Deylik, qoshiq turibdi deylik. O'zbek tilida biz nima deymiz? Qoshiqda ovqatlanyapman, qoshiqni yuvib qo'ydim, itakdali. Lekin siz o'rgangan so'zlaringiz polностью aktiv zapasga chiqishi uchun nima qilishingiz kerak bo'ladi? Bugundan boshlab qoshiq ekanligini unuting. Bugundan boshlab u siz uchun ложка bo'lib qolishi kerak. Ya'ni ложкада ovqatlanyapman, ложкani yuvib qo'ydim, ложкani uzatib yubordim. Bu boshida sizga biroz g'alatiroq tuyuladi. Sababini ham tushuntiraman, chunki siz ana rus tilidagi so'zni
ona tilingizdagi grammatikaga moslashtirdingiz. Lekin aslida biz e'tibor ham bermaymiz. Qanaqa qilib biz qahva ichyapman demaymiz-ku, kofe ichyapman, kofega shakar soldim, misol deylik kofeni sotib oldim deymiz. Lekin nimaga xuddi shu holatda ложка bizga biroz g'alati tuyulishi kerak? Mutlaqo unaqa emas. Siz o'rganuvchisiz. Siz bor metodlardan foydalanishingiz kerak. Demak, nima qilamiz? Bugundan boshlab siz uchun qoshiq ложка. Qoshiq so'zini unutamiz va полностью ona tilimizga uni adaptirovать qilamiz. Ложкада ovqatlandim, ложкani qo'yib qo'ydim, ложкani chayib qo'ydim и так далее qilib shakllantirib boring va atrofingizdagi rus tilidagi qanaqa so'zni yodlagan bo'lsangiz, bugundan boshlab u sizni ona tilingizga assimilировать qilishni boshlasin, ya'ni adaptatsiya bo'lsin. Ona tili grammatikangizga adaptatsiya bo'lsin. Shunda siz so'zlarni avtomatik o'sha ona tilingizdagini полностью chetga surib, chet til o'rganayotganingizda, bizni holatimizda rus tilida nima qilgan bo'lasiz? Adaptirovать qilib barcha yodlagan so'zlaringizni уже o'zingiz bilmay qolasiz, qancha ko'p amaliyotda qo'llayotganingizni. Nimaga bu o'zi texnikani ложка deb atadim? Birinchi o'rinda eng oson bazaviy sabablaridan biri, qoshiq bizni doimiy turmushda ishlatadigan vositamiz hisoblanadi hayotda, to'g'rimi? Qoshiqda ovqatlanamiz, uni как minimum kunda bir marta ishlatamiz. Va ikkinchi sabablaridan biri o'sha aytganimdek, hozir tushuntirib o'taman. Slovarni yodlayotganda asosiy xatolarga borib taqaladi. Siz slovar yodlayotganingizda kundalik ishlatadigan so'zlaringizni negadir yodlamaysiz. Siz полностью qanaqadir qiyin so'zlarni yodlashni boshlaysiz. Siz slovar yodlayotganingizda asosiy maqsadingiz nima? Razgovorga chiqish. Razgovorga qanaqa qilib chiqasiz? Kundalik hayotda gapirganingizdagina chiqasiz. Kundalik hayotda ishlatadigan so'zlaringizni boshida yodlang. Asosiy maqsadingiz shu bo'lsin. Rus tilida ko'p so'z bilish slovar boyligingizni oshirish emas, doim qo'llaydigan, ishga kech qolyapman, ishga boraman, kech qoldim, uzr, kirsam maylimi, berib yuboring, uzatib yuboring kabi iboralarni yodlang. Buni hamma biladi-ku deyishingiz mumkin, lekin negadir o'sha biladi-kuni ham ba'ziviy razgovorda siz qo'llamaysiz. Sababi to'liq shakllantirmaysiz, to'liq yodlamaysiz, qiyin so'zlarga o'tasiz. Mana misol, mana shu joyini ko'rib chiqamiz. O'zi umuman siz razgovorga erishmoqchisiz, lekin ma'muriy, siyosiy, akkreditatsiyalangan degan so'zlarni kimdirlar yodlashadi yoki qanaqadir fonologik degan so'zlarni yodlashadi va shularni ortidan albatta siz razgovorga chiqa olmaysiz. Mingta so'z bilasiz-u, hammasi sifatsiz bo'lsa, ya'ni sifatsiz deganda bu so'zlar kerak emas demoqchi emasman. Hozirgi maqsadimizga muvofiq bo'lmaydigan bo'lsa, ularni yodlashni hammasi полностью sizni faqat fokusdan, asosiy e'tibordan chalg'itadi xolos. Aynan shuning uchun siz birinchi o'rinda yodlagan iboralaringizni amaliyotda ona tilingizga moslashtirib qo'llang. Ikkinchi o'rinda o'zi umuman to'g'ri iboralarni, sizga kerak iboralarni yodlashni boshlang. Aziz o'quvchilar, aynan shuning uchun hozir siz darsni pauzaga qo'yasiz va kommentariylarda o'zi umuman nima faoliyat bilan shug'ullanasiz, kasbingiz nima, hoziroq yozib qoldiring. Sababi dars yakunida o'sha kommentariylar yig'ilgandan keyin men imkon qadar qo'ldan kelgancha, va'da bermayman, lekin qo'ldan kelgancha o'sha kommentariylarni o'qib, kim qaysi sohada ishlashini xulosa qilib, aynan o'sha sohaviy, hayotda kerak bo'ladigan, sizni kasbingizda ko'p qo'llaniladigan iboralar ro'yxatini, iboralar to'planmasini yaratishga va uni sizlar bilan ulashishga полностью harakat qilaman. Demak, hozir pauzaga qo'yib yozib oling, qaysi sohada ishlaysiz kommentariylarda, qanaqa kasb egasisiz va bu men uchun katta yordam bo'ladi. Siz yozib olgan bo'lsangiz, biz darsligimizni davom ettiramiz. Endi 3-asosiy xatolarimizdan biri va asosiy miflardan birini ko'rib chiqamiz. Ya'ni bu matn o'qish hisoblanadi. Matn o'qish nimaga yordam beradi deydigan bo'lsangiz, matn o'qish bu ko'z mashqi hisoblanadi va uni ko'plar o'qituvchilar katta tekst beradi, o'qi va tarjima qil deydi. Bu narsani men xato deb inkor qilmoqchi emasman. Опять-таки, bu ish beradigan metod faqat u metodni to'g'ri qo'llash kerak bo'ladi. Ya'ni nima bo'ladi? O'zi umuman o'quvchilar o'qiydi, tarjima qilib qo'yadi matnni va albatta matn yopiladi, unut bo'lib ketadi. Keyin o'zi umuman mana shu narsa men rus tilini tushunaman, lekin gapira olmayman degan diagnozga olib keladi. Sababi siz matnni o'qidingiz, siz uni tarjima qildingiz, siz tushundingiz va xulosada siz men tushunaman rus tilini oz-moz, lekin javob qaytara olmayman deyishingizga olib keladi. Bu normal holat, sababini tushuntiraman. Chunki o'zi umuman o'qish bu qabul qilish hisoblanadi. Ya'ni ma'lumotni qabul qilish. Gapirish esa bu ishlab chiqarish. Ya'ni siz harakat qilishingiz kerak. Ichingizdan til, tish, mana bu artikulyatsion apparatni ishlatishingiz kerak-da. Siz
o'qisangiz faqatgina o'qib qolasiz. Siz tarjima qilsangiz faqatgina tarjima qilasiz. O'zi umuman miyani gapiradigan qismi ishlamaydi. Miya sizda следственный причинный связьlarni yaratmaydi-da. Ya'ni, hozir mana bunaqa gap gapirishim kerak, mana bunaqa narsa qilishim kerak deb rus tilida sizni fikrlashga undamaydi. O'sha momentda bor e'tiborni faqat matnni tushunishga qaratadi miya. Albatta, в конечном счете o'zi umumiy xulosada siz gapirib keta olmaysiz. O'zi bu yerda mana misol deylik, til mutlaqo ishtirok etmaydi. Siz matn o'qiyotganingizda til jag ishtirok etadi, lekin rus tili minimumda ishtirok etiladi. Nima qilish kerak? Chunki miya bor e'tiborini ko'zga qaratgan bu holatda. Bor e'tiborini miya matnni tushunishga qaratgan, lekin sizni gapirtirishga undashga emas. Endi hozir sizga bu metodni to'g'ri foyda qilinishini tushuntirib o'taman. Tasavvur qiling, mana kichkinagina siz uchun matn tuzdim. Привет, меня зовут Даврон. Мне 25 лет. Я работаю в школе учителем. Я люблю свою работу. На работе я преподаю, объясняю. Дети любят меня. Я люблю своих учеников. Siz bu matnni o'qidingiz, tarjima qildingiz va o'zi umumiy yopib qo'ydingiz. Unaqa bo'lmaydi. Nima qilishimiz kerak bo'ladi? Birinchi o'rinda matndan bir nechta o'zimizga samarali, effektivniy metodlar chiqarib olamiz. Bu birinchisi, bu savol berish texnikasi hisoblanadi. Ya'ni matnni bitta o'qidingiz, o'qib bo'lganingizdan keyin matnni tushundingiz va tushunib bo'lib полностью savollar shakllantirasiz. Matndan kelib chiqib, как его зовут deyishingiz mumkin. Yoki bo'lmasam deylik, где он работает yoki кем он работает и так далее. Ya'ni tasavvur qiling, bu mashq. Matn siz uchun tayyor javob, siz esa matndan kelib chiqib ovozingizni albatta chiqazib savollar tuzasiz. Keyingisi bu пересказ qilish. Ya'ni uchinchi shaxs nomidan gapirish. Uchinchi shaxs nomidan gapirish eng to'g'ri yo'llardan biri hisoblanadi gapirayotganingizda. Shunchaki привет, меня зовут Davron emas, его зовут Davron. Ему 25 лет, ya'ni uni ismi Davron. U 25 yoshda deb gapiring va именно esda qolganini gapiring. Matnga qarab turib gapirmang. Matnni bitta o'qib bo'lganingizdan keyin полностью uchinchi shaxs nomidan он работает учителем, он любит детей deb to'g'ri so'zma-so'z bo'lmasin. Matnni mohiyatini uchinchi shaxs nomidan eslab qolganingizni ko'proq gapiring. Va keyingi qanaqa metod bittagina matn bilan ishlashda chiqaza olamiz? Tayyor shablon oling. Ya'ni bu o'zi haqida gapirib beryapti-ya. Siz buni o'zingiz uchun tayyor shablon qilib olib, xuddi shuni olingda so'zma-so'z o'zingiz haqingizda gapiring. Например, привет, меня зовут Davron degan shablon bor. Привет, меня зовут Aziz. Мне 30 лет. Я работаю в магазине продавцом. Мне нравится моя работа и так далее deb o'sha Davronni iboralarini shunchaki o'zingizga moslashtirib shakllantirishni o'rganing. Juda ham ko'p chet til o'rganayotgan insonlar nima qilishadi? Aynan tayyor shablonlardan foydalanishadi va tayyor shablonlarni yod olishadi. Har xil tematikada o'sha shablonlar asosida o'zlarini ma'lumotlarini qo'yib ketaverishadi. O'zi umuman siz agar gapni o'zgartirsangizgina siz gapiruvchi bo'lasiz. Ya'ni matnni o'zgartirsangiz siz полностью rus tilida gapirishga harakat qilasiz, lekin boshqa holatda matnni shunchaki как tekst qabul qilasiz. Endi bitta narsani eslab qolishingiz kerak, hurmatli o'quvchilar. O'zi umuman gapni, misol deylik, gapirish, rus tilini razgovorga chiqish matndan emas, aynan gapirishdan boshlanadi. Поэтому maksimal e'tiboringizni faqat va faqat matnda gapirishga qarating. Gapirish uchun bu matndan qanaqa foydalansam bo'ladi degan analizga qarating. O'zi umuman yana bitta eng katta matndagi maslahatlarimdan biri, bu hech qachon boshlang'ich darajada rus tilini endi o'rganayotganingizda ertaklardan boshlamang. Nimagadir 90% auditoriyadan mana shuni eshitaman. Ana yosh bolalar kitobi uyingizda bormi? O'shalarni sekin-sekin ozma-ozdan o'qib turing deyshadi. Multfilmlar ko'rib turing deyshadi. Bir narsani umuman esingizdan chiqazmang. Ertaklar kitoblari, yosh bolalarning kitoblari, uyingizda bor kitoblarning barchasi bular badiiy kitoblar hisoblanadi. Ya'ni u yerda juda badiiy qilib yozilgan bo'ladi. O'sha tilni egasi, sohibi bo'lmasangiz tushunmaysiz. Misol deylik, kitobda qanaqadir tasavvur qiling, sehrli tayoqcha, afsonaviy orol kabi rus tilidagi so'zlar ishlatiladi. Волшебная палочка и так далее. Uni siz razgovorda qo'llamaysiz. Demak, bunaqa ertaklar, uydagi anu kichkina mini kitoblar bizga samara bermaydi. Siz real hayotda ishlatiladigan, real hayotda qo'llaniladigan imенно matnlarni o'qing. Ertaklarni, romanlarni, asarlarni emas. Ularni hattoki rus tilini nositellarni o'zi ham, boshqachasiga native speaker deymiz-ku, ularni o'zi ham tushunmaydi. Juda ko'p iboralarni tushunishmaydi. U yoqda konstruksiyalar juda qiyin, murakkab.
hattoki o'sha bolalarni ertak kitoblari ham sizni razgovoringizga mutlaqo kerak bo'lmaydigan iboralardan foydalangan. Siz maksimal e'tiboringizni faqat va faqat real hayotda qo'llaniladigan именно разговорный so'zlar ishlatilgan tekstlarga qaratishingizni maslahat beraman. Aziz o'quvchilar, o'zi umuman bu metodlar foydali emas degan fikrdan mutlaqo yiroqdaman. Faqatgina tepada aytganimdek bulardan to'g'ri foydalanish kerak degan xulosadamiz. Bo'lmasa o'zi umuman vaqtingizni behuda ketkazib qo'yishingiz mumkin. Endi siz bu metodlar orqali qanday qilib rus tilini to'g'ri uslubda o'rganishni bilib oldingiz. Video bo'yicha fikringiz, savollaringiz bo'lsa va boya tepada aytgan vazifamni ham kommentariyga yozib qo'yishni unutmang. Qo'ldan kelgancha men sizga aloqaga chiqaman. Keyingi foydali videolarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang. Salomat bo'ling.